Tezda do'stlar, mana ko'rib turibsizlar do'stlar. Tezda kirgan vaqtlaringga birinchi bo'lib sizlarga ukma qo'yib beradi. Tezda birinchi bo'lib ukmadan tashkil topgan bo'ladi. Keyin deyiladi. Birinchi tezda ukma, keyin deyiladi nima qiladida. Xo'p, tezga tayyorgarlik ko'rayotgan so'ng birinchi bo'lib lug'at boyligi, ya'ni so'z boyligi juda e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda so'z boyligi ham juda muhim hisoblanadi do'stlar. Xo'p, lug'atlarni tashlab qo'yamiz, o'sha lug'atlarni yodlab qo'yaverasizlar do'stlar. Xo'p, endi tezda misol uchun mana ukmasi qanday bo'ladi deganlar uchun mana ukmasini tashlab ketyapman mana. Ukmani ham tashladim. Xo'p, mana ukmasi 40 tadan tashkil topgan bo'ladi. Ukmasi 40 ta bo'ladi do'stlar. O'sha 40 ta ukmani sizlar nima qilishingiz kerak bo'ladi? Ishlab chiqishlaringiz kerak do'stlar. 40 ta ukmadan tashkil topgan bo'ladi mana. Ukmasi 40 dona ukmadan tashkil topgan bo'ladi. Lekin juda yaxshi tomoni bor. Bu qanaqadir muammoga uchramaysizda. Bunga qanaqadir muammoga uchramaysizda, tushundingizmi? Xo'p, asosan mana ukmasini mana bu yerda berilgan bo'ladi-da. Sinov misol uchun ukma. Sulusi 40 ta. 25 ballik nimada baholanadi. 60 daqiqa vaqt beradi. Deyinlama birinchi ukma bo'ladi, keyin deyinlama ketadi-da. Deyinlamasi 30 ta. 25 ballik baholanadi. 45 daqiqa vaqt. Ya'ni vaqt berilmaydi deyinlama uchun. Deyinlamasi boshlanadigan vaqt boshlanadi, tugadigan vaqt tugaydi. Keyingisi yozmasi eski strukturamiz bor-ku, eski strukturamiz. Ya'ni yo bitta rasmiy yo bitta norasmiy yozardik-ku. Xuddi shunday. U yerda sizga kelayotgan savolga qaragan holatda yo rasmiy keladi, yo norasmiy keladi e-postdangiz. Lekin обязательно bitta kompozitsiya yozasiz. Lekin u yerda 1 soat vaqt beradi. 1 soat vaqt bo'ladi-ku. O'sha birinchi sizga e-postani yozib beradi. Birinchi e-posta yozib beradi, 20 daqiqa vaqt beradi. 20 daqiqa vaqtga siz e-posta yozasiz. Keyin kompozitsiya yozib beradi. Alohida tarqatadi. Keyin tarqatadi. Qog'ozni, qog'ozni keyin tarqatib beradi. Mana shunday. Tezi shunday. Birinchi e-postani yozdirib, keyin kompozitsiya tarqatadi. Keyin bugun misol uchun o'sha 26 sentyabr kuni shu ishlar tugaydi, shu ishlar tugaydi. Keyin boshqa kun degan ertasi kuniga. Ko'pi bilan 27 yoki 28 kun, 29 kunlar bo'ladi, 3 kun bo'ladi. O'zi odam soniga qaramay 4 kun ham ketib qolar. Konishmasi boshlanadi. Konishmasi ikki qismdan iborat bo'ladi o'sha nimaga kirgan vaqtlarga. Eng birinchi bu konishmalari ham juda nima desam bo'ladi? Juda muhim bir qismlardan tashkil topgan bo'ladi. Ammo yozma bilan konishma nima desam bo'ladi? Sizlarga juda ushlashlaring kerak, yaxshi ushlashlaring kerak bo'lgan narsada. Deyinlama, o'qima bilan deyinlama tugagandan keyin o'rtaga aytgancha tezlik dam beradi. 15 daqiqa hammani chiqaradi, birdan chiqaradi, hammani chiqaradi, bir tashqariga chiqib degan zalga. Shunday xonadan zalga chiqasizlar-da. Vaqtingiz o'zida bo'yingizga. Tushundingizmi? Endi konishma bo'limi bu yerda. Ko'pchilik qiyin konishmaga qiynalamiz, misol uchun tez sal qiyin bo'ladi deydi-ku, yo'q. Qaytamiga tezini konishmasi juda oson bo'ladi. Nima uchun? Siz bir turk bilan gaplashasiz. Turk bilan gaplashayotgan vaqtda nimalarga e'tibor qilishimiz kerakligi haqida men aytaman, hali konishma bo'limini ochgan vaqtimizda. U yerda sizga borasiz, borgan vaqtingizda pasportingiz bilan borasiz. Eshikka yozilgan bo'ladi, ism familiyalari sizlarda. O'zi DTM qog'ozlari chiqadi-ku. DTM qog'ozlari chiqqan vaqtda o'sha yerda salon deb yozgan bo'ladi, nechinchi salonligingiz yozgan bo'ladi. Savol tashlaydi. Neden turkcha o'rganyapsan deydi. Nima uchun turkchani o'rganyapsan deydi. Siz ana shu joylari muhim hisoblanadi. Nima uchun turkchani o'rganyapsan degan joylar fishka joylar ketadi, tushunyapsizmi? Xo'p, tak uradi. Oq va yashilmi oqni birinchi tortiradi. O'shani tortgan vaqtingizda o'zi aytasiz, menga sayohat tushdi deydi. Masalan, sayohat deysiz. Bitta so'z yozgan bo'ladi, katta qilib sayohat yoki e'tim yoki texnologiya yoki shuni yozgan bo'ladi. Katta mavzular olgan bo'ladi. Juda oson mavzular olgan bo'ladi. Shuni olgan bo'ladi. Boyaga yonidagi savol bera boshlaydi. Sayohat etmaysiz severmisin? Siz oldin siz bu kartochkani tortishingizdan oldin siz bilan nima uchun deydi. Ya'ni siz oqni tortasiz, oqni deydimi, yashilmi deydi, qaysi rangni aytadi. Tortasiz. Tortganingizdan keyin u yerda savol ketadi, keyin sizga savol. Bu yerda aytaman, katta bir sayohat deb yozilgan bo'lishi mumkin-da. Sayohat yozilgan bo'lsa, nima ekan deydi? Siz aytasiz, sayohat deysiz. Boyagi yonidagi bitta savol bera boshlaydi. Sayohat etmaysiz severmisin? degan vaqtda siz to'xtansiz. Tabiiyki, hargiz sayohat etmaysiz, aytasiz. Sal to'xtab qolayotgan vaqtingizda, shuni to'xtasangiz, o'zi keyingisiga o'tkazib yuboradi. O'zi 5-6 ta savol beraveradi. U 5-6 savol bergandan keyin, tamom dedi, siradagi nimani tortasiz, keyingisini tort deydi. Tap berib keyingisini tortasiz. Bu kartochkani keyingisini tortasiz. Tortganingizdan keyin uni yozilgan bo'ladi. Menga kelgan savol. Xabarlarni nereden takip etiyorsun, izliyorsun? TV, dergi, gazeta, internet. Shu yozilgan bo'ldi. O aytadi, bu aytadi, hozir ursangiz javoblayabilirsiniz. Hozir urdıktan sonra javoblayabilirsiniz dedi. Siz nima qilasiz? Tayyor bo'lganingizdan keyin deydi, javoblay olasan dedi. Siz o'sha yerda 2 daqiqadan ortiqroq gapirishingiz kerak shu mavzu bo'yicha. Ya'ni aniqroq ochiqlashingiz kerak-da. Men o'sha vaqtda tayyor bo'lsang gapirasan dedi. Men vaqt olmaganman-da. Birdan ochiqlayman degan. Lekin sizlarga maslahat beraman, vaqtlaringni olinglar. Tamam dedi. Hocam, tamam, chiqabilirsiniz dedi. Bemalol chiqa olasan dedi. Pasportingizni beradi qo'lingizda. Siz tamam, biz tomonga o'tib, sog' bo'lin, salomat bo'lin deysizda, chiqib ketasiz. Bu juda oddiy, juda yaxshi. Tezga ham soch hayajonlanayotgan bo'lsangiz, agar hayajonlanayotgan bo'lsangiz, hayajoningni yengib ol deydi, boshlaysan keyin deydi. Hayajoningni yengib ol deydi.